qadrdon Lacetti Gentra'larni yaxshisidan kelib bo'lsa eting degandingiz. Mana sizga hozir Lacetti Gentra qilingan yillar 2011-yilda ishlab chiqarilgan qilib topdik. Bitta ko'ring, narxini sirasi aytib qo'yib, 4900 ga oxirgi narxini, tiralgan narxini beriladi. Bez variant, bez bank, bez barter shunday. Kelasiz, olasiz, savdo qilib ketasiz, xudo xolasa. Bitta ko'ring. Xo'p. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti Gentra mashinamiz. To'rtta yaxshi balon. Eng qizig'i kraskasi ham asishmas ekan. Shu Gentra qilinganiga oldi bo'lgan, shu et betlarida, kalinka, arkalarida kraska petnolari bor ekan. Bitta ustalar bilan kelib, o'zlaring uchun tekshirib olasizlar. Turgan adres Qo'qonda. Ko'pincha probeglarni aytish esdan chiqib qolyapti. Probegi 600 qancha dedingiz? 640 ming yurgan ekan. Yurishlari zo'r, motor holatlari zo'r deyapti. Yo'q-poq yeyilmaydi. Tayyor, holatlari anchagina yaxshi. Kondisionerlar ishlayapti. Kondisioner ulatsa, lekin. Etan nechinchi yil bilmaysizmi? 17 bo'lsa yaxshi yili. Xo'p, balon holatlari chiroyli, yaxshi turibdi. Turgan adres Qo'qonda. Bitta kelib, ko'rib 1.8 motor. Ichki holatlari chiroyli, chotki bo'lib turibdi. Umuman motor quruq ishlagan, bir yog' tushgan joyi, bir lishniy detal yoki lishniy simlar umuman ko'rinmaydi mashinada. Kelasiz, ko'rasiz. Ma'qul kelgan bo'lsa, mashina anchagina istarali teng bo'li. Bitta bagajdan bosib olamiz. Yo, hozir bosdim o'zim buni. Hop, 2017 temir metan gaz balonligicha bor. Holat, yurishlari zo'r. Qancha moshlaring bo'lsa, Avtorom kanaliga aloqa etsalaring, xohlasa sotishga o'zimiz yordam beramiz, narxlarni chiqarib, optra farlar qo'yib qo'yishdi, yangi qilib, chiroyli tayyorlab qo'yishdi. Xo'p, narxini aytib o'tdim, 4900 ga beriladi. Oxirgi bo'ladigan, qo'lga tegadigan narxi umuman kami yo'q degan narsasi. General davrini sizlargacha beriladi. Imkoniyatlaringga qarab, xohlasa olaverasizlar. Bitta like, podpiskani bosib, jigarlar bosib olaverasizlar.